Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi beton zinamizni quyish jarayonidamiz. Bu tagi tekis обычный zina, standart zina bo'ldi. Zinamizni eni 1.15, oyoq qo'yxolar 30 cm ga, manaqasi 15 cm dan standart bo'yicha tushdi. Bu yerga общий plashatka sig'madi. Buning uchun bitta o'rtasiga ham hisob berdik. Bu tomonni quyib bo'ldik. Tevada plashatka bor 1 metrga, eniga 2,5 metr xonamizni. Razmerlari hammasi idealniy darajada bir xillikda chiqqan. Kimga shunaqa beton zina xizmati bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishimiz O'zbekiston bo'ylab, asosiysi vodiyli ustalar tomonidan qurib bitkazib beriladi. Vohalida ham sheriklar bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Taglarga bittadan aylana solib berganmiz. Ertaga ushlag'ich chiqarganlarida bu yerda bitta katta ushlag'ichini qo'yishadi, bu yerga ochadi uyni. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Maslahat bo'yicha ham telefon qilishingiz mumkin. Maslahat berib boramiz.